Tutasanmi? Mayli oyijon. Bilib qo'y. Bu yigit bilan kosang oqarmaydi. To'g'ri. Voh, yelik shunikimi? Yo'q oyijon, bu BMW. Yurchi. Bobur aka. Sevgan qizim, bular kim? Oyim? Ya oyijon, tanishganimdan xursandman. Kuyov bola, mashina o'ziznikimi? Ha oyijon, bu meniki. To'g'risini aytsam, men oddiy yigitman. Lekin mana shunaqangi mashinalardan 3 ta 4 tasi uyimda yotibdi. O'zi nima ish qilasiz? Mana shu yerda oddiy ish qilaman. Mashinalarga mannol yog'idan quyaman. Bu Yevropada ishlab chiqarilgan. Buni ichgan mashinalar ishonasizmi oyijon? Samolyotda uchyapti. Shuning uchun ko'pchilik mannoldan quydiryapti oyijon. Shuni orqasidan shahardan 3 ta 4 ta domlar oldim. Oddiy yigit bo'lganligim uchun 48 ta uchastka qurdim oyijon. Bu yerga asosan kibrimni sindirish uchun kelib ishlab ketaman oyijon. Endi menimcha sizlarga oddiy bolalar yoqmasa kerak. Men sizlarga to'g'ri kelmasam kerak. Voy, o'g'lim nega unaqa deysiz? Bizlarga oddiy pullar yoqadi. To'g'rimi qizim? Oddiyligimizga ko'z tegmasin. Bugun men sizga oddiy brilliant olib bermoqchiman, 12 ming dollarga. Oddiysidan. Давай, бачки, san'atga cho'miknimay. Zafar birorta ish yo'qmi? G'irt bekor bo'lib qoldi. Kibr folgaman. Yo'q, men folga ishonmayman. Yo'q, folga yo'q dema. Sana bir katta ish kutyapti, ukajon. Pulni ber. Javol pulni ber. Yo'q, bu kam, bunga ko'rsatmaydi, uni ber. Ha, bunga ko'rsatadi, qo'lni ber. Oho, sana bir katta ish kutyapti. Bir forma kiyasan ekan, ukajon. Yo'q, Ha, qo'lingda bir palka bo'lar ekan. yo'q, bo'lamanmi deyman. Pamoyim shunaqa.